Qadrdonlar, rahmat sizlarga. Podpiska bosganlarga ham 901 ta bo'libsizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yaqinda xudo xolasa 1000 ta bo'lsak, jonli efirda ishlagan ishlarimdan qo'ymoqchiman, niyatim bor. Bilasizlar, viloyatlar bo'ylab prezident topshirig'i bilan yuraman. Prezident bilan 4 marta ko'rishganman. Bir martasida 45 minut gaplashganman. Prezidentimiz meni yaxshi ko'radilar, topshiriqlar berib turadilar. Viloyatlar bo'ylab og'ir hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ishlayman, Allohga shukr. Xudo xolasa sizlarni ham hammalaringizni e'tiborlaringizdan chetda qolish niyatim yo'q. Hammalaringizni uylaringizga bittadan uskuna qo'yib, uylaringizga pul keladigan ishni qilib berishni harakatidaman. Meni ishlarida taniydiganlar ham bor, tanimaydiganlar ham bor. Tanimaydiganlar uchun ismim Dilorom Quvvatova, migrant tadbirkorman. 2018-yil Rossiyada tadbirkorlikni yaxshi o'rganib, O'zbekistonga tatbiq qilganman. Xitoy uskunalari bo'yicha mutaxassisman. Kimgadir Xitoydan keltiriladigan uskunalar, yangiliklar, uyda pul topish, uyda o'tirib pul topish mavzulari qiziq bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r yangiliklarim bor. Hozir biz Xitoy bilan muloqotdamiz. Ularda yangi mini texnologiyalarni O'zbekistonga joriy qilyapmiz. Hozir yangisi ko'rpacha qavish eng oxirgi nima. Endi bundan buyog'iga konveyer uskunalarni ham kiritish niyatidamiz. Xudo xolasa pomidor, tomatlar yopish, salonlar yopadigan texnologiyalarni hozirda ko'rib tashviqotlarni olib boryapmiz xitoyliklar bilan. Inshaalloh hammasi O'zbekiston uchun, hammasi xalqimiz uchun. Sizlarga xizmat qilayotganimdan mamnunman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Meni tanib yoki tanimay, bilib yoki bilmay, yaxshi ko'rib yoki yaxshi ko'rmay, hurmat qilib yoki hurmat qilmay yozganlaringiz uchun ham hammalaringizga rahmat. Chunki Allohim meni shu o'zini niyatlarini amalga oshirishim uchun shu O'zbekistonda dunyoga keltirgan. Allohning izni bilan men shu ishlarni amalga oshirib yuribman. O'zim xursandman shu ishda shug'ullanganimdan, yaxshi ko'raman o'zimni ishimni. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Alloh uchun hammalaringizni yaxshi ko'raman.